Вот mana shu odam manga gapiradi. Manga. Men tavba qildim, hech narsa yomonlik qilganim yo'q hali hech kimga. Da, slava bogu. No, siz aka basharangizni ko'rdingizmi? Uzr-de, bitta savol. O'sha basharangizni ko'rdingizmi? Bu nima bu? Sizga futbolka olib beraymi yo nima? Gapingizga yarashayinda ish qiling-da. O'zingizdan fohisha bo'lib yotibsiz-ku. Men hozir siz kommentariyada takoy lev bo'lib yotibsiz deb prям menga takoy gapni tashlayapsiz. Men hozir yoningizga borsam uchib irib ketasiz. Suv pastga tushib, "Voy, uzr, bilmabman, javob berganingizni kutmagandim" deysiz. Специально yozdim javob berganingiz uchun deysiz. Zачем? Ommani yonida pozor bo'lib qoldingiz-ku hozir. Давайте hammamiz pul tashlashib mana shu odamga futbolka olib beraylik, bitta plastik operatsiya qildiraylik, basharasini to'g'irlaylik.